Trading sohasida senlarni qilayotgan ishing g'irt qimor. Assalomu alaykum, ahli Instagram, charchamayapsizlarmi? Tuzingmisizlar? Bugun bir video ko'rib qoldim-da, odamni asabini qitiqlaydigan video. Bolachani videosi ekan. Shu videoda bir bolacha chiqib gapiryapti. Andijonda deydi bu soha o'lib bo'lgan ekan, deb trading sohasini aytayapti. Bu soha o'lib bo'lgan ekan, kuchli treyderlar yo'q ekan degan ma'nodagi gapni gapiryapti. Mayli, trading sohasi o'zini yo'liga. Bu soha tak O'zbekistonda bo'layotgan trading to'g'ri ish emas. Lekin bu gapidan men tushundim, Andijon sivilizatsiyadan orqada, rivojlanishdan orqada degandek eshitildi menga bu videodagi gaplar. Endi gap bilan ayamabdi, biz ham ayamaymiz. Trading sohasida senlarni qilayotgan ishing g'irt qimor. Qimordan boshqa ish emas. Toza qimor bo'lib yotibdi, spekulyatsiya bo'lib yotibdi bu soha. Islom iqtisodiyotidan gapirmayapman. Bu sohani zamonaviy iqtisoddan, hozirgi kundagi bozor iqtisodiyotining qonun qoidalaridan, shartlaridan, oxirgi zamonni zamonaviy iqtisodiy yo'nalishdagi Nobel mukofotini olgan olimlarning gapini aytyapman. Senlar qilayotgan trading spekulyatsiya, qimordan boshqa ish emas. Oldimga kelsang, qimorbozligingni bo'yningga qo'yib beraman. Iqtisod haqida hali hech narsani bilmaydi. Moliyaviy yo'nalish bilan iqtisodiy yo'nalishda bir-biridan farqlanmaydi bular hali. Chiqib olib publikaga o'ynaganiga asabim buziladi. Katta ehtimol bilan o'zi shunaqa falsafada yuradigan bolalar bor, sochni manaqasidan o'stirib oladi, anaqa aushchilar. Bu bola ham Magic Citydan qochib kelgan bo'lsa kerak. Tushunishim bo'yicha, chunki turuv shu Magic Cityda yuradigan o'sha ba'zi bir bolalarni turuvini beryapti. Bitta qo'lida taroq, bittasida iPhone XS ushlab oladi-yu, o'yinga tushib yuradigan bolalar, sochini tarab. Nima demoqchiman bu video bilan? Endi u bolani o'zini tanimayman, chunki menga ham rekta chiqib qoldi bu video. Agar aqli yetsa, madaniy bahsga kelib kirishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana men Andijondanman, profilim ham ko'rinib turadi. Men iqtisodchiman. Iqtisodiy yo'nalishda trading sohasini o'tirib birgalashib tahlil qilib, qilayotgan ish qimorligini, qimorbozligini bo'yniga qo'yib beraman shu bolani. Atrofidagi bolachalarni ham bo'yniga qo'yib beraman. Sababi shu kungacha men katta treyderman, katta pul aylantiraman degan, o'zini haqiqiy treyderman degan treyderlar bilan borib gaplashganman. Islom iqtisodiyotidan emas, o'zimizni an'anaviy iqtisoddan bergan savollarimga javob bera olmagan. Islom iqtisodigacha olib bormayman. Ya'ni bu temani, ya'ni trading sohasini, O'zbekistonda bo'layotgan tradingni halol yoki haromligigacha bo'lgan sarhadgacha bormaymiz, u chegaragacha bormaymiz. Ungacha bo'lgan jarayonda ham o'zimiz shu an'anaviy iqtisod bo'yicha ham normalniy bo'yniga qo'yib beraman shu qilayotgan ish qimorligini, o'zi qimorbozligini. Bularni pul qiladigan sohasi shu kurs. O'zi iqtisod temasini zo'r tushungan, iqtisodni tushunadigan odamga bularni gapirgan gapini eshitib turib maza qilib kuladi-da. Millioni konsertiga borish shart emas iqtisod tushungan odam. Treyderlar bilan borib gaplashib kelsa, kayfiyati zo'r ko'tariladi. Hayron qolaman, qachondan beri iqtisodiyot sohasi, ya'ni bozor konjunkturasi hayvonlar bilan tahlil qilinadi bo'lib qoldi. Ekonometrika degan alohida fan bor. Iqtisodiyotni tahlil qilish bo'yicha usullari bor. Abstrakt usuli bor, analiz, sintez, induktiv, deduktiv degan usullari bor. Qachondan beri bozorda konjunkturasi, bozorda holati, ayiqni panjasi, buqani shoxi, burguti tumshug'i, shunaqa narsalar bilan tahlil qilinadi bo'lib qoldi. U yerga borganda kursda bolalar nimani o'rganadi deyman-da. Ular aytayotgan depozit bilan bozorga kirish bu O'zbekistonda bugungi kundagi sharoitda hech bo'lmaganda bitta odamning 2 oylik ish haqida. Silif qilib qo'ygandan keyin yana haligilar aytadi. Sen deydi, bozorda fundamental tahlil qilmading, deb turib aybni o'ziga to'ngab turib, bu yerda 2-3 ta yurib qolgan. Endi 1000 taning ichidan 2-3 ta yuradi-da. Shunaqa bolalarni olib chiqib olib, Instagramga olib chiqib olib, odamlar publikasiga o'ynab yotishibdi. Yana qaytarib aytaman. Andijonda kuchli treyder yo'qdir, lekin kuchli iqtisodchilar bor. Ras aqling yetsa, kelsang, ilmiy madaniy bahsga kirishamiz. Bo'yningga qo'yib beraman qimorbozligingni. Chiqib olib, iqtisod tushunmagan odamga chiqib olib, Andijonda unaqa yo'q ekan, Andijonda bor, qilayotibdi. Faqat ular senga o'xshab kurs sotmaydi. Chiqib olib publikaga o'ynamaydi. Odamni asabini qitiqlamaydi. Odamlarni bilimsizligidan foydalanib pul ishlamaydi ular. Tipa bu vizov deydimi? Treyderlarga vizov shu. Qimorvoz sallar haming, qimorvoz. Qimordan boshqa narsa emas. Islom iqtisodiyoti bo'yicha maysir faoliyat deydi buni. Qimorda yangi tipini
reklama qilib pul ishlab yurgan bolachalar, haddiylarni bilinglar. Odamlarning oshib publikasiga o'ynamanglar. Iqtisodni tushunadigan odamlar ham bor jamiyatda. Endi ko'proq shu diniy ulamolar gapirsa, haddi sizlar hamma yo'lda haromga chiqarib olasizlar degan e'tirozni qilishni bilasizlar. Mana men diniy profil emasman. Kelinglar bo'yninglarga qo'yib beraman qilayotgan ishlar noto'g'riligini. Xbetdan farqi, Xbet, ya'ni shu totalizator o'yinlardan farqi, sizlar shu diagrammalarni tushib chiqishiga qarab o'tirasizlar xolos. Xbetning o'yinlarini tomosha qilib o'tirsa, sizlar diagrammalarni tushib chiqishiga e'tibor berib o'tirasizlar. Bu qilayotgan ishlar iqtisod emas, qilayotgan ishlar savdo emas, bu toza qimor. Hammaga rahmat. Ozgina odamlar ham ozgina ishlatinglar aqlinglarni. Tarixda bo'lgandi, Ganoshifo degan piramidalar kirib kelgandi. Bunaqa maxinatsiyalarni turi aholini ongi o'sgandan keyin ularni ham turi ko'payib boraveradi. Ularni ham har xil turi chiqadi. Ertaga bu trading ham ketadi. Haqiqiy trading kirib keladi O'zbekistonga, baribir kirib keladi. Haqiqiy toza trading, haqiqiy sof islom iqtisodiyoti tomonidan ham halol bo'lgan trading, o'zimiz iqtisodiyot bo'yicha ham to'g'ri bo'lgan trading. O'zi trading savdo deganida, bozordagi kartochka sotayotgan odam ham trader, piyoz sotayotgan odam ham trader, hamma trader. Trading savdo degani. Baribir kirib keladi. Bular o'ylayotgan shu raqamli trading sohasi O'zbekistonga kirib keladi, lekin to'g'risi kirib keladi. Bular qilayotgan ish hozir qimor. Hozir bu trading ketadigan bo'lsa, o'rniga yana bitta yangi boshqa maxinatsiya kiradi. Shu finansiy piramidani boshqa maxinatsiyasi kirib keladi. Shuning uchun odamlar ham sal ozgina iqtisodiy bilimini sal oshirib, dunyoga qarab, ozgina tahlil qilsa yaxshi bo'lardi. Sababi hammamiz ko'chada tirikchilik deb yuramiz. Oilam, bola chaqam deb yuramiz. O'shalarni rizqini qiyib, 1 so'm, 2 so'm qilaman deb boradi-da, bechoralar pulini silif qilib qo'ygan. Razgo'yimchilarning qo'liga tushib qolib, maslahat berardim, ozgina iqtisodiy bilimni ham o'rganib qo'yinglar. Hammaga yana doimgi tavsiyam, ozgina o'qib o'rganib qo'yinglar. Shunaqa maxinatsiyalarda sal yo'qotishimiz kamroq bo'ladi. Odamlarimizga ham murojaat sifatida. Hammaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin. Doim ehtiyot bo'linglar bunaqa mashinliklardan.